Assalomu alaykum aziz gulshadolari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun geran gulimiz o'tgan safar bundan 2 oycha oldin shu geran gulini kesib, kattasidan kesib ko'paytirib yuborgan edim. Mana hozir kattasi mana shuni kesib ko'paytirib yubordim. Kattasi ham chiroyli bo'lib o'syapti. Mana chirinkalarimiz hammasi ildiz otibdi. Oddiy yeriga chirinka qilib ekkan edi. Buni videosi bor edi. Ko'pchilik rezultatini ham ko'rsating deyishgan edi. Mana ekkan har bitta geranim ildiz otibdi. Hozir ko'rsataman. Mana bunimiz ham ildiz otgan. Xudo xolasa hammasi ildiz otibdi. Bemalol qo'rqmasdan issiq vaqtlarda kastoy qilib kesib, shu video darsligim asosida yerga ekib qo'ysalaring, salqinroq joyga ildiz otadi inshaalloh. Ko'pchilikka ko'rsatgan edim. Pastda linkini tashlaymay, shu kesgan jarayonimni mana hammasi ildiz otib ko'karishni boshladi.